Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida jamoat xavfsizligini mustahkamlash, aholi orasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish, shuningdek, fuqarolarning huquqiy ongi va ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan ijtimoiy profilaktika haftaligi tadbirlari o'tkazilyapti. Bo'lib o'tgan yo'riqnomada mas'ullarga vazifalar yuklatildi. Tuman faollari va mahalla yetiligi ishtirokidagi seminar-treningda 27 yanvar kunidagi selektor yig'ilishida belgilab berilgan ustuvor vazifalar, xususan mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishda Chilonzor tajribasi asosida chora-tadbirlarni amalga oshirish tartibi bo'yicha ma'lumotlar berildi. Probatsiya ro'yxatiga olingan shaxslar xonadonlariga borilib, ularning yashash sharoiti, ijtimoiy muammolari o'rganildi va manzilli amaliy yordam choralari ko'rildi. Tibbiy ko'rik ham tashkil qilindi. Mahallalar, aholiga hujum joylar, ko'p qavatli uylar hovlilari hamda asosiy kirish-chiqish nuqtalariga zamonaviy video kuzatuv kameralari o'rnatish ishlari jadallashtirildi. Shaxsni va avtotransport davlat raqamini tanib olish imkoniyatiga ega intellektual kuzatuv tizimlari joriy etilib, jinoyatlarning oldini olish va ularni issiq-qizdan fosh etish imkoniyatlari kengaytirildi. Ko'p qavatli va yakka tartibdagi uy-joylarni texnik qo'riqlovga olish, domofon va tashvish tugmalari o'rnatish orqali aholining shaxsiy va mulkiy xavfsizligini ta'minlash borasida ham amaliy ishlar olib borildi. Shu bilan birga, savdo va ijtimoiy soha obyektlari, bozorlar, savdo markazlari, ta'lim muassasalari va sport maydonlariga ham zamonaviy video kuzatuv vositalari o'rnatildi. Shuningdek, mahallalarda namunaviy xavfsiz ko'cha va namunaviy xavfsiz uy loyihalari amalga oshirilib, tashqi yoritish tizimlari, kuzatuv vositalari va muhandislik infratuzilmalari tartibga keltirildi. Tuman hokimligi, prokuratura va ichki ishlar organlari rahbariyati tomonidan aholi va yoshlar ishtirokida shaxsiy qabullar tashkil qilindi. Muloqotlarda ularning bandligini ta'minlash, ta'lim va kasb-hunarga yo'naltirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Probatsiya hisobida turgan shaxslarning ijtimoiy muammolarini bartaraf etish bo'yicha mutasaddi idoralar bilan hamkorlikda choralar belgilandi. Mehnat va tadbirkorlik yarmarkalari doirasida ishsiz fuqarolarga bo'sh ish o'rinlari taklif etildi. Tadbirkorlikka qiziquvchilar uchun maslahatxonalar tashkil qilindi. Biznes loyihalarini amalga oshirish bo'yicha moliyaviy ko'mak mexanizmlari tushuntirildi. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida sport musobaqalari, jangovar ko'rgazmali chiqishlar hamda vatanparvarlik ruhidagi uchrashuvlar o'tkazildi. Ijtimoiy profilaktika haftaligi doirasida amalga oshirilgan mazkur kompleks chora-tadbirlar tumanda xavfsiz va barqaror ijtimoiy muhitni shakllantirish, jinoyatchilikning oldini olish hamda aholi bilan birgalikda davlat organlari o'rtasidagi ishonchli muloqotni mustahkamlashga xizmat qildi.